Xotin, bo'pti, men ishga ketdim. Ishingiz soat 9da, lekin siz uydan 8da chiqib ketyapsiz. 1 soat kim bilan ko'rishmoqchisiz? Boray. Bo'pti, yakshanba kun bitta tanishim kafesi bor, o'shanda o'tiramiz. Hozir ikkinchi liniya. Alo. Ishga ketyapman deb telefonda gaplashib yuribsiz. Kim bilan gaplashyapsiz? Boshni qotirma. Men sizga ishonmayman baribir. To'xta. Mana xolam bilan gaplashayotganim, gapir. Kelin men bilan gaplashayotgan edi. Bozor kuni dam yuring, men sizni bir aylantirib kelay deyotgandi. Siz ruxsat bersangiz. Yo'q, xolajon, bu nima deganingiz? Mendan ruxsat so'rashingiz shart emas. Sen menga bashsha telefon qilmang, tushundingmi? Nima qiling buni? Nima qilib bu endi? Men ham qayerdan bilay? Siz internetdan rasmni topib menga tashlang, men olib beraman o'zim. Pul bilan ishingiz bo'lmasin. Hozir ikkinchi liniya. Alo. Ha, telefon ko'tarishingiz qiyin. Men xolingizga telefon qildim, xolingiz men bilan gaplashmayapti deb aytdilar. Kim bor oramizda? Kim? Menga yo'g'in hayot keragi yo'q. Qo'yma. Kelin, yoshligimdan hobbim, orzuyim bor edi, elektronik gitara chalish. Bechara jiyanim menga internetdan toping tog'a, sizga olib beraman dedi. Yo'q, tog'ajon, men hech nima deganim yo'q. Jiyan, dirji gitaru. Tog'a to'xtang. Nima qilding o'zi endi? Tog'am desangiz bo'lardi-ku. Yo, aytsam ishonasan-da. Tog'a to'xtang, olingmi tamburizni. Endi ayol kishining qalbi nozik bo'ladi. Aybim yuvishni tog'a olib chiqaman, kanatkalarga bir uchib kelaman. Va telefoningiz. Alo. Ishdaman, telefon qilmadingiz, lekin Telegramda onlayn turibsiz, ha? Kim bilan gaplashyapsiz? Obbo! Kanatkalarga uchib masa qilib davom kelamiz bir kun, ha? Qarindoshlarim. Unaqa gruppalaring borligini bilmagandim, to'g'risi. Kelin endi rashk qilish evi bilanda. Kelin, men mollarimni tashlab keldim. Men bolalarimni tashlab keldim. Men ichib turgan ko'lamni tashlab keldim. Men go'shtni tashlab keldim. Nimaga tashlab keldim? Ketsam bo'ladimi? Qornim og'riyapti. Sizlarni ovora qilib qo'ydim, uzr. Bo'pti, men ketdim, hali Xonsaroyga borishim kerak. Abu Saxiy bozorining oldidagi Voha Rezidens loyihasidan bir xonali xonadonni boshlang'ich to'lovi 24 million 600 ming so'mdan xarid qilsa bo'lar ekan. Borib o'shani olaman. Sharmanda qiling shuncha odam oldiga meni. Kechiring hayotim. Endi sizga doim ishonaman. Ishondaman-ki. Hozir to'xta. Alo. Kim bilan gaplashyapsiz? Onangni eri telefon qilyapti.